Assalomu alaykum o'quvchilar. Git va GitHub darslarimizni davom ettiramiz. Bugun Git ignore haqida o'rganamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, loyihamizda mana bunaqa Git ignore degan fayl bor. Yozilishini ko'ryapsizlar, nuqta qo'yilib, keyin Git ignore deb yozilgan. Mana o'zi Visual Studio'ni o'zi ham mana bunday gitligini ko'rsatib turibdi. Mana bu gitni belgisi, mana bu turgan belgi. Shu haqida gaplashamiz. Git ignore fayli nima, biz uchun nima uchun kerak? Xo'p, bizda bilamizki, Git bizdagi loyihamizning tarixini o'zida saqlab yuradi, kuzatib yuradi, yozib yuradi va commit qiladigan bo'lsak, o'sha commitlar misolida qayd qilib yuradi. Uni gaplashdik. Endi shunday vaziyatlar bo'ladiki, biz loyihamizdagi ba'zi bir fayllarni kuzatib yurishimiz shart emas, eslab qolishimiz shart emas. Uni ichida u nima o'zgarishlar qilindi, u o'chirilib yuborildimi yoki uni ichiga yangi kodlar qo'shildimi, uni biz kuzatib yurishimiz kerak emas. Ana shunday holatda biz git ignore ni ishlatamiz. Nima qilamiz? Git ignore ni ichiga o'sha faylimizni yozib qo'yamiz. Masalan, kelinglar bitta fayl ochaylik. Masalan, new deylik-da, new html deylik. Deylik, bunga yozadigan kodimiz bizga umuman kuzatib yurishdagi ahamiyati yo'q. Shunda nima qilamiz? Git ignore ga o'tamiz. Git ignore da biror bir joyga, eng pastiga masalan kelib turib, faylning nomini yozamiz. Ni eda w's qolib ketgan ekan. Ni html dedik. Mana ko'ryapsizlar, faylning tashqi ko'rinishi ham o'zgardi. Mana shundan bilib olsang bo'ladi. Bu nima deyapti? Bu mana bu rangi xiralashib qoldi. Bu degani Git aytayaptiki, men kuzatmayapman buni deyapti. Chunki biz uni Git ignore ga qo'shdik. Mana bunday qilib tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Git status. Mana Git status aytayapti. Git ignore ni kuzatyapti bu. Buni o'zgartirding deyapti. Mayli, shuni hozir git add qilaylik. Git add. Hop, commit docs. Endi new ni ichiga biror narsa yozaylik. Biror bir kod yozaylik. Mana html kod yozdim. Endi git statusda tekshiraylik. Mana hech narsa chiqmayapti. Qizarib ham hech narsa chiqmayapti. Ya'ni bu degani Git bunga umuman e'tibor bermayapti. Endi Git mana Git ignore ni ichiga bir qarab chiqsak, bizga o'zi programmamiz oldindan qaysidir fayllarni yoki papkalarni yozib chiqqan. Mana shu yerda ham bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana node modules degan papka bor, ko'ryapsizlar? Node modules deb papkani ismini shunday yozib qo'ygan. Dist degan papka kelajakda bo'ladi. Papkani shunday yozib qo'ygan. Papka shunday yoziladi. Oddiy fayllar bo'lsa, o'sha faylning nomi, masalan, ne.html bo'lsa, mana shuni nomini yozib qo'yish kerak. Mana bular nimani anglatadi desalaring, bu yerda aytayaptiki, bu fayllarning nomi, chunki nuqtasidan ko'rib turibmiz. Suo degan fayl ekan va mana yulduzcha anglatadiki, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda qanaqa faylning ismi bo'lishidan qat'iy nazar, suo tipidagi fayllarni ignore qil deganini anglatadi. Biz ham xuddi shuni mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Mana bunday yulduzcha qo'yib, .html. Nomi nima bo'lishidan qat'iy nazar, html fayllarni ignore qil degan bo'lamiz shunda. Hatto mana buni o'chirib yuborgan taqdirimda ham mana baribir html ni unutyapti. Bu shuni anglatadi. Papkani nima qilish uchun esa shunchaki mana ko'rib turibsizlar, node modules holatda shunchaki papkani nomini o'zini yozib qo'ysak bo'ldi. Bu murakkab narsa emas. Mana shu yerda ham node modules haqida gaplashaylik. Node modules ko'ryapsizlar, Git ignore ga qo'shib qo'yilgan. Bu avtomatik qilingan. Biz nimani yaratganimizda, loyihamizni yaratganimizda node modules qo'shib qo'yilgan. Sabab tug'ilishi mumkin. Nima uchun node modules qo'shilgan?
Chunki boyagi aytganimdek, bizga node modulesni kodi kerak emas. Uni ichida juda katta papkalar bor. Bilasizlar, dependencylar turadi node modules ichida. Buni ichida juda ko'plab papkalar bor. Ularni bizga kuzatish shart emas buni. Va buni ichiga kirib biz uni kodini ham o'zgartirmaymiz. Bu oldindan yozib qo'yilgan kod. Bunga biz o'zgarish ham qilmaymiz. Bu faqat bizga o'sha programmamiz ishlashi uchun kerakli bo'lgan narsa. O'shaning uchun biz buni kuzatib o'tirmaymiz. Chunki yana bitta sababi, buni masalan biz GitHubga qo'yganimiz bilan bu loyihamizni ertaga uni boshqa dasturchi u loyihani o'ziga tashlab olgani bilan aytishlaring mumkinda, node modules unga ham kerak bo'ladi-yu deyishlaring mumkinda. Birinchidan, agar biz shunday qiladigan bo'lsak, ya'ni o'zimizni node modulesni ham qo'shib GitHubga ko'chirsak, bu birinchidan juda ko'p, buni ichida juda ko'p fayllar bor. Juda ko'p narsani biz GitHubga ko'chirgan bo'lamiz. Keyin uni boshqa dasturchi o'ziga klon qilib olganda ham yana shuncha og'ir hamma narsani o'ziga tashlab olgan bo'ladi. Bizga bu samarasiz, foydasiz narsa. Chunki sababi, node modulesni qanaqa fayllar ichida saqlanishi kerakligi mana package.jsonda yozilgan. Bilasizlar, package.jsonda bizda hamma dependencylarimizni ro'yxati turadi. Biz shuni shunchaki mana bu yerda npm install qilsak, sizlar yaxshi bilasizlar, package.jsondagi o'sha barcha dependencylarni kompyuterimiz saqlab oladi. Node modulesga saqlab oladi. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan demoqchimanki, node modulesni Gitga yoki GitHubga joylab o'tirish shart emas. Package.json bo'lsa bo'ldi. Boshqa dasturchi loyihamizni o'ziga tashlab olgandan keyin shunchaki npm install qiladi, node modules unga avtomatik tushadi. O'shaning uchun ham gitignore og'ir bo'lgani uchun uni yuklab olmasdan turib bemalol package.json orqali package.json orqali olishni imkoni bo'lgani uchun bu avtomatik gitignorega qo'shilgan. Endi keyingi bir narsani gaplashaylik. Sizlar, mana biz hozir sizlarga men ko'rsatdim, yangi fayl ochdim va uni gitignorega qo'shib ko'rsatdim. Endi oldindan bor bo'lgan bizda, masalan, index.html ni gitignorega qo'shsak nima bo'ladi? Ignore bo'ladimi? Yo'q, mana ko'ryapsizlar, ignore bo'lmayapti, xiralashmayapti. Lekin gitignorega qo'shdik-ku. Nima uchun unday bo'lyapti? Buni sababi, Git buni birinchi tarix yaratganimizda, bilsalaring, birinchi commit qilgan edik-ku. Birinchi commit qilib repozitoriy yaratganimizda index.html ni biz gitignorega qo'shmaganmiz va index.html ni kodini Git o'zida yodlab saqlab qolgan, tarixiga qo'shib qo'ygan. Biz bilsalaring commitlar qiluvdik. Mana shu loyihada commitlar qilganimizda ham, o'sha commitlarda ham mana shu index.html ni kodini u o'zida saqlab qolgan. Mana shunaqa holatda keyinchalik gitignorega qo'shganlaring bilan Git uni unutib yubormaydi. Faqatgina faylni endi yangi yaratganlaringda gitignorega qo'shib qo'yishlaring mumkin. O'shanda ishlaydi. Mana bu new ni gitignorega qo'shdik va new ni hali Git hozir kuzatib yurgan bilan biz hali uni commit qilib qo'shganimiz yo'q. Tariximizga qayd qilib qo'yganimiz yo'q. Ko'raylik. Git status mana. Hali bu staging areaga ham tushgani yo'q. Bu repozitoriyni o'zida shunchaki Git qarab turibdi bunga. Buni hozir gitignorega qo'shsak, bo'ldi, Git tushunadi, demak deydi, buni deydi kuzatib o'tirishim shart emas deydi, kuzatmay qo'yadi. Lekin hozir buni staging areaga ko'chirib commit qilib qo'ysak, undan keyin buni o'zi kuzatmaydi. Mana ko'rsak bo'ladi. Xo'p, oti nima edi? ne.html. Bo'ldi, tushundi. Git aytdi, buni kuzatmas ekanman dedi. Bundan buyog'iga endi buni kuzatmaydi. Mana Git status qilaylik. Всё, уже yo'q. Boya bor edi bilsalaring. Hozir endi git ignore qoldi, xolos. Lekin mana
chiqarib tashlab endi tekshirsak, hozir mana endi kuzatib boryapti. Endi buni olib biz staging areaga ko'chirib, mana bunday qilib, keyin commit qilib qo'ysak, bo'ldi. Bu уже tarixga kirdi. Endi buni git ignore'ga qo'shganimizda foydasi yo'q. Mana qo'shganimiz bilan git uni esdan chiqara olmaydi, chunki bu уже tarixga kirdi, commit bo'ldi. Qisqacha qilinganda shu narsalarni aytmoqchi edim. Demak, loyihamizdagi qaysidir fayl sizlarga keraksiz deb hisoblasalaring, ya'ni kuzatish nuqtai nazaridan keraksiz, uni kuzatib o'tirish shart emas, tarixda qayd qilib borish shart emas deb hisoblasalaring, gitignore ga qo'shib qo'yasizlar. Gitignore ga butun boshli papkalarni qo'shsalaring ham bo'ladi, yoki alohida faylni nomi yoki butun boshli faylni turlarini qo'shsalaring bo'ladi. Gitignore ga qo'shayotganda faylni yaratilgan bosqichida hali commit qilinmasdan oldin qo'shish kerak. Bo'lmasa gitignore ga qo'shganlaringda foydasi yo'q.